uxlashdan oldin ovqat yemaslik kerak. Chunki tiklanish jarayonimiz sal pasayib qoladi. Chunki biz uxlayotgan paytimizda organizm oshqozondagi oziq-ovqatlarni hazm qilishga energiya sarflaydi. Uyqumiz chuqur bo'lmaydi. Chuqur uyqu bo'lish uchun va yaxshi tiklanishimiz uchun oshqozonimiz bo'sh bo'lishi kerak. Energiyani o'shanga sarflamaslik kerak organizm. Bo'lmasam, agar ovqat hazm qilishga sarflasa, birinchida yomon uxlaymiz, ikkinchida yomon tushlar ko'ramiz va uchinchida ertalab uyg'onganimizda razbiti bo'lib uyg'onamiz. Поэтому yotishdan oldin ovqat yemanglar. Qachon 4 soat oldin ovqatlanishingiz kerak, keyin uxlashingiz kerak. O'shanda hammasi chotki bo'ladi. Men o'zim ham 2 mahal ovqatlanaman, zavtrak bilan ujin. Shuni ham bir martagacha qisqartirmoqchiman. Keyinchalik kelajakda xudo xolasa. Buning o'zining sabablari bor. Qancha ko'p och yursak, shuncha sog'lom bo'lamiz va umrimizni uzoqlashtiramiz. Chunki och yurgan paytimizda organizm hujayralari, sog'lom hujayralari o'lik va kasal hujayralarni yeydi, regeneratsiya bo'ladi, organizm yangilanadi, yosharadi. Kuch-quvvat bo'lish uchun ko'p ovqatlar kerak emas. Eng muhimi bizning tanamizga kuch-quvvat beradigan oziqalar bo'lsa bo'ldi. U qaysi oziqalar? Quyosh tagida va oy nurlarining tagida o'sgan ko'katlar, sabzavotlar, yong'oqlar, krupalar va hokazo. Tabiiy mahsulotlar. Ochandan foydalansak, bir mahal ovqat yesak ham ma'mul yetadi.